O'zbekiston boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlatdir. Har kim ta'lim olish huquqiga ega. Ta'lim tashkilotlarida alohida ta'limga ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'minlanadi. Davlat o'qituvchilarning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi. Mehnatga layoqatsiz va yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar hamda aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand boshqa toifalarning huquqlari davlat himoyasidadir. Davlat o'z faoliyatini inson farovonligi va jamiyatni barqaror rivojlantirish, ta'minlash maqsadida qonuniylik va ijtimoiy adolat va birdamlik prinsiplari asosida amalga oshiradi.